Salom berishdan charchamaydigan Voha Abzor admini Shahzodman. Salomatmisizlar? Xitoyda yana soqchi robotlarni obzoridamiz. Hozir buni ma'lumotlarini so'rab ko'rdim. 4 ta kamerasi bor ekan va sizni ehtiyojingizga qarab kameralar qo'yib berishi mumkin ekan. Hozir bunda 4 ta kamerali zaryadga keladigan bo'lsak, 2 soat zaryad olar ekan va 8 soat davomida soqchilik qilar ekan. Bu umuman yo'l tanlamaydi. Tosh deysizmi, suv deysizmi, qir deysizmi, do'l desangiz ham hamma joyda o'zini soqchiligini qilib, bemalol hujum qilishga ham qodir ekan. Xo'p, buni narxini aytib o'tamiz. Videolarimizga like bosib qo'yinglar. Sizlardan pul ketmaydi, bizga pul kelmaydi. Shunchaki bu yangiliklar ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozir buni miyasiga o'zini kiritib qo'yar ekanda, o'sha hududni misol uchun. O'sha hududda begona odam ko'ringani bilan o'zi quvib, o'zi yetib, o'zi hujum qilish imkoniyati ham bor ekan. Buni narxi $11,000 ekan. Nima deb o'ylaysiz? Kommentarga yozib keting. $11,000 xarid qilgan bo'larmidingiz? Hozir men uchovi bitta odamni pachag'ini chiqarib yuborsa kerak, ko'rib turamiz. Ko'rasizlarmi? O'zidan anaqa mana qiladi-yu. O'shanaqa narsa chiqardi. Nima deylardi o'sha narsa? Qo'yil, mana aytganimizdek suv ham yurib ketyapti bemalol. 220 ta zaryad olar ekan, aytib o'tganimdek 2 soat to'lar ekan va 8 soat ishlab berar ekan. Hozir $11,000 dedim-u, u narx ozgincha o'zgarib qolishi mumkin. Nimagaki kargo xizmatlari bor, Toshkent, O'zbekistonga borguncha, viloyatlarga borguncha uncha-muncha qo'shilib qolishi mumkin. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol xarid qilishingiz mumkin.